xohish va istaging amalda emas. Bu maqsad degani qaro yer emas. Maqsadga erishish afsona emas. Intizomli bo'lish yo'lida istak bo'lsa bas. Zamonga moslab she'r bitmasam bo'lmas. Instagram degan balo yer bilan bir kul bo'lmasa bo'lmas. Tundagi olamni buzar xohishing kungacha yetib tursin bir bas. Intizomli bo'lish yo'lida istak bo'lsa bas. O'zingdan ranjiydigan holat ancha, bu oxirgisi degan paytlaring sanachi qancha. Agarda gaplaring rost bo'lsa, nechun hayoting bo'lmoqda parcha-parcha? Intizomli bo'lish yo'lida istak bo'lsa bas. Sen tomon omma desa, u senga dushman emas. Xato kamchilik topgan inson sen uchun g'ofil emas. Bu ong degan tushuncha yo'qqa chiqqan emas. Intizomli bo'lish yo'lida istak bo'lsa bas. Qullar kitobni unutib yuborgan holat, aytchi ey iymon qaddasan. Kelguningcha qiyomat, boqmasin biz taraf, aytchi qachon qaytasan. Ko'zlar ochilgunga qadar kech nafasin totmaylik. Kech bo'lguncha qadar alam etagin tutmaylik. Bas, yana aytay o'sha mashhur so'zim, intizomli bo'lish yo'lida istak bo'lsa bas.